Nima bu? Senga gul olib keldim. Qiz bolaga ham kaktus olib keladimi? Dit-bidis bormisiz o'zi? Tili shirin qizlarga atirgul. Senga o'xshaganlarga kaktus beriladi. Menga o'xshaganlarga? O'zi shu tili shirin degan qizlaringizchi, erga tevoguncha o'zini sipo muloyim qiz yoqib olishadi. Ammani borim shu. Yaxshi. Grobga qo'ying. Nimaga? Qo'ying dedim. Allo. Alo, assalomu alaykum. Bugun ko'rishamizmi? Hozir boraman. Xo'p. Xo'p, hozir boraman. Kim bu tushunmadim men. Bilmayman, uydagilar bitta qiz topishibdi. O'shan bilan ko'rishib, uchrashuvga chiqib kelgin deyapti. Siz uchrashuvga chiqasiz. Uydagilarga yo'q deya olmadim. Men nima qilaman bu yerda? Sen hali yoshsan. Senga uylana olmayman baribir. Sen hali yerga tegmaysan. Hozir uydagilarni nimadir deb aldab turishim kerak. Shunga yo'q deya olmadim. SMS keldi. Hozir. Rasm tashlang deyapti. Yo'q, Ha. Iloji boricha o'zingizni xunuk qilib oling, xo'pmi? Yo'q, unaqa qila olmayman. Nimaga? Ber. Yana ham xunukroq. Ko'rgin. Qanaqa rasmga tushsang ham baribir chiroyli chiqadi. Rostdan. Kamerasi vashi tinnu. Men yana SMS yozib keling deb. Nima qilay, boraymi? Telefoningizni zaryadini kam qilib qo'ying. Aha. Siz borganingizda keyin telefoningiz o'chib qolgan bo'ladi, ko'rishmaysiz. Bo'ldi, xo'p. Men. Bu senga. Hozir 1 minut. Tushunmadim. Sevar! Sizlar ikkalangiz birga aylanib yuribsizlarmi? Shunaqa romantik joyda? Siz nima men dugonam bilan yuribsizmi? Yo'q, qanaqa dugonang bilan yuraman? Uydagilar aytishdi, uchrashuvga chiqqin deb. Qarasam, Sevar turibdi. Ha. Uydagilar bilmaydi-yu, sen ikkalang dugonaligingni. Voy rostdan. Uydagilar majburlashdi. Uchrashuvga chiq deb. Chiqsam, bular turibdi. Yo'q, shunaqa tasodif bo'lib qoptimi? Tasodif bo'lib qoldi. Menga qara, Sevar. To'g'ri, sen chiroyli qizsan. Bolasan bilan hozir uchrashuvga chiqish xolishi mumkin. Lekin shuni bilib olgin, bolalar kal qizlar bilan uchrashuvga chiqmaydi. Kal qizlar? Menga nima aloqasi bor kal qizlarni? Agar seni yana bir marta sirochi kamyonda ko'rsam, sochingni bittalab yulaman. Tushundingmi? Nima deyapsan? Uydagilar majburlagani uchun uchrashuvga chiqdim. Boshingdan qolsin. O, Sevar. Sevar? Qanaqa Sevar? Men sizga telefonni o'chirib qo'ying dedim. Voy, o'chmas ekan bu telefon. Aldoqchi. Zaryadi beton ekan. Ertadan kechgacha bemalol yetar ekan. Qanaqa telefonsiz bu? Bu Infinix Note 60 Pro. Shunchalik zo'rmi? Vashi zo'r. Bo'lmasa menga ham olib berasiz bitta shunaqa. Yo'q. Ay, biz shunaqa qilib endi. Mayli, olib bersam olib beraman. Bo'pti, ketdik. Ketdi.